chunki ota-ona farzand dunyoga kelgandan keyin o'zi uchun yashamas ekan. Farzandi uchun yashar ekan. Qiz farzand dunyoga kelsa, qizlarimni uzataman. O'g'il farzand dunyoga kelsa, o'g'illarimni o'ylantiraman, go'zal go'shangaxonlarga kunlarini olib kelaman deb yillar davomida orzu-havaslar qilinadi. Bugun aynan mana shu orzu-havas qilingan kunlarga yetib keldik. Faxriddin aka, Shirinjon Kennay qarang taxtiravonlarni oldirida turgan go'zal qirolichamizni, Chorozxonni bir necha yillar orqaga qaytadigan bo'lsak, sizlarning qo'llaringizga chaqaloqlar singari berilgandi. Bugun taxtiravonlarning yonlarida o'zlarining oppoq liboslari bilan shunaqa go'zal kunlarimizni qo'llari ko'kslarida har bir kelgan mehmonimizga hurmatlarini ko'rsatib turgan go'zal qirolichamizni bugun eng baxtli kunlarini butun elga chiroyli dasturxonlarni yozib to'ylarni qildingiz. To'ylar muborak bo'lsin deb shoir misralarda shunday deyilgan. Qalbimda hislarim hech aytmaganman. Ba'zan qadringizga rost yetmaganman. Bir bora ko'nglingiz shod etmaganman. Otajon, onajon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men deya o'zimdan butkul kechganim, jonidan jon berib barpo etganim, qizidan ozgina mehr kutganim. Otajon, onajon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men deya o'tkazgan tunlarni bedor, yo'limni poylagan ko'zlari xummor, yuragim izhorin aylagin bir bor. Otajon, onajon, men sizlarni yaxshi ko'raman deyishadi. Ana endi eng go'zal tilaklarini Faxriddin aka mana shu kelgan butun mehmonlarimizga, mana shu xizmatlarni qilgan aziz insonlarimizga yorqin tilaklar